Namangan viloyati Chortoq tumanida yangi Chortoq domlarining birida quruvchi o'zini 7-etajdan tashlashga majbur bo'ldi. Bugungi reportajimiz shu haqida. Bu usta eng yaxshi usta edi. Bilmadim nimaga buni oyligini vaqtida olgan. Menimcha uyda ozgina muammo bo'lgan o. Hammamiz gaplashib o'tirgandik. Nos so'radi. Oshna chekmadim, kuchli nos dedim. Chiqdi-yu o'zini tashlab yubordi. Yaxshi ekanmi? Aka, men aralashtirmanglar, bu yerda yo'q edim. Yo'q, oling kamerangiz. Umurtqa sinish diagnostikasi bilan bemor tez tibbiy bo'limiga yotqizilgan. Aka, men yangi Chortoq uylarida usta bo'lib ishlaganman. Boshliqqa aytdim, ezilib mehnat qildik. Narxi tushirmang desam, bo'lsa xalqqa bo'lsin deb 15% boshqa to'lov bilan aka, atiga 15% bilan 20 yilga bo'lib to'lashga hamma uylarni chegirmaga berib yubordi. Shuning uchun mabod siz ham olmoqchi bo'lsangiz aka, mana shu nomerlarga telefon qilib olsanglar, bir haftada olib olinglar. Agar men bir haftadan keyin chiqaman, uyi narxini ko'tarilmasa, tomirimni kesib o'zimni o'ldiraman. Men o'sha yerda mehnat qilganmanmi, tomirimni kesib o'ldiraman aka. Bir haftada ulgurib olib olinglar. Yangi mana uni ham oling, aka, logotipi pulini to'laydi-da, mana lechinglar. Yangi Chortoq.